O'zbekistonning 8 ta viloyatida sel, suv toshqini xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum, rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Joriy yilning 19-22 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yakkaqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida, tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan. Shuningdek, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Tezkor va so'nggi ob-havo yangiliklarni, shou-biznes xabarlarini bizning rasmiy xabarlar olami kanalimizda muntazam kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.